2015-yil institutga imtihon topshirishimga taxminan 6 oy bor. 3 ta fandan imtihon topshirishim kerak. Yevro oqimga topshirganim uchun birinchisi rus tili, keyin ingliz tili va eng asosiysi matematika bo'lgan. Imtihonda yiqilishdan qo'rqib matematikani bosib o'qishni boshladim. Repetitor uyimizga har kuni kelardi. Dushanbadan jumagacha har kuni o'qituvchim kelib, men bilan matematika bilan shug'ullanar edi. Va har darsdan keyin o'qituvchim ko'plab uy ishini qoldirib ketar edi. Algebra bo'yicha, geometriya bo'yicha soatlab bir o'zim daftarning ustida o'tirib, mana shu formulalarni va tenglamalarni yechgani harakat qilganman. Vaqt o'tib matematikani shunchalik ko'p o'qib verganimdan bir kuni ko'chaga chiqib, har bir qadamda matematikani ko'rishni boshladim. Ya'ni o'sha o'rgangan formulalarimni va tenglamalarimni, sinus, kosinuslarni hayotda qanday ishlatilishini tushunishni boshladim. Oldin men uchun bu shunchaki sonlar va harflar bo'lgan bo'lsa-da, sekin-sekin nega matematika shunchalik muhimligini ham tushunishni boshladim. Siz ham men kabi atrofingizda barcha narsani tarkibida matematikani ko'ra olishingiz uchun biz bugungi videoni tayyorladik va bu uchun siz bosib matematikani 6 oy o'qishingizga to'g'ri kelmaydi. Agarda hayotingizda sizga kimdir nega matematikani o'qiyapsan, sening sohangda ham, hayotingda ham qanaqadir logaritm yoki sinus kosinuslar kerak bo'lmaydi-ku degan bo'lsa, ekranga yaqinroq o'tirib oling. Qog'ozni buklab quyoshga ko'prik yasash mumkinmi? Pizza yeyishda qanday matematika bor? Cheksiz maymun teoremasi nima? Fibonacci va oltin nisbat hayotimizni go'zallashtiradimi? Matematika bizni tomga antennani izlab chiqarishimizdan qanday qutqargan? Qirg'oq paradoksi nima? Kazinoda yutish usullari qanday? Birgina pi sonida sizning butun hayotingiz oldindan yozib qo'yilgani rostmi? Va nihoyat, matematikani sevgiga qanday aloqasi bor? Agarda mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, atrofda hamma yoq matematikadan iboratligini sezib qolasiz va atrofingizda hamma narsa qandaydir qoidaga ega ekanligini tushunishni boshlaysiz. O'shanga meni shaxsiy tavsiyam, biz mana shu ssenariyni yozayotgan paytimizda chunki juda ham hayron qolganmiz. Har safar qanaqadir yangi izlanishlarni o'zimiz uchun kashf qilganimizda, shunaqami deb jamoamiz bilan hayron qolganmiz. O'shanga sizlar ham mana shunaqasiga hayron qolishingiz uchun va miyanglar yorilib ketishi uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Ehtimol siz maktabda matematikani uncha yaxshi o'qimagansiz va matematika shunchaki pul sanash uchun kerak bo'ladi deb o'ylagansiz. Shuning uchun ham uncha o'qimagansiz matematikani. Lekin men hozir mana masalan bekorga pizzani yeb turib videoni boshlayotganim yo'q. Gap shundaki, siz matematikani hayotingizda bilib bilmasdan juda ham ko'p joylarda qo'llaysiz. Yoki bo'lmasa siz uni ishlatmasangiz ham atrofingizda hamma narsa matematika bilan to'lib yotibdi. Siz shunchaki bu haqida xabaringiz